Ha, bir oydan keyin tug'ib olasan, xotin. O'yla, tug'ib o'raydim bola. Biroq ko'zga qara, beraman. Tavba qildim. Yo'limdan qoch, beraman deman-ku. Iloyo ilovanda tug'ilajak farzandingni eson-omon qo'lingga olgin-da, iloyim kuni bilan tuni almashib, kechasi bilan uxlamay chiqlaring. Amin, Allohu akbar. Sen meni qarg'adingmi hali? Ana endi ko'rasan. Qani ilohomin, nafsing chiqillab chillalik payting pomidor bilan uzumni bilmasdan yeb qo'ygin. Ha, yangacha unaqa qo'pol qarg'ama. Kerak bo'lsa sanlanib olayni. Kechqurun 3da kashasi qolmay qolsin. Chiqmoz. Kashadan ketmang, iloyim sanlanib ochang, eng qimmat karbita kashasidan boshqasini ichmasin. Ana shunga o'rganib qolsin. Bir uyga bormay bo'la bankrot bo'lib, mahallada temir daftarga tushadi. Men o'zi bilan fatalite qilaman. Mana qarang, 1 yildan keyin xotini ziyona chiqsin, ikkovlari ikkita bachaga qarovma qiynalib chiqinglar, qaynonangiz ham yordam bermasin. Yordam! Ey Zalakcha, endi o'zingdan ko'r. Sen esa bachangni chiqayotgan payt shunchalik qiynalib chiqsin, xotin ikkalang bolaga qarab uxlolmay chiqqan. Qarang dedimmi? Xotin qara, endi shunaqa qarg'ayman bular. Qo'qonlik tabibam yordam bera olmay qoladi. Sanlanib o'llaring borki, faqat qo'lga o'rgansin. Yerga yotqizsang yig'lasin, tolkata ko'tar yurlaring. Qarg'ay. Qarg'ishdi Pro Max keldi. Iloyim kechqurun bachangni beshikka belagan payting ana bulbulchasi shumakdan chiqib ketib, Magic City'ni fontanida uchirsin. To'xta, xotin, sur qarg'ash uylaylikda to'xta. Ha, bo'li kel, qo'paradigandan kel, qo'paradigan. Ilohim sanlar Xonsaroydan uy oda 20 ming, 25 ming dollar xarajat qilib, yevro remontga bachalaring devorlariga chizib, aboylarni qo'parib tashasin. Sen esa bolalaringni onanikiga olib borib kasal qilib kelganingda qaynonangdan kuchukday gap eshitib, qaytib borib kela olmaydigan bo'lgan. Endi bo'ldi kasallanma. Ay, dodish. Ay, dodish. Ay, bachang tiqi degan o'zga ham tursin. Sen usting qochib ketsin.